Ayol chayon burji sohibalari. U sirli go'zallik sohibasidir, maftunkor, mag'rur va o'ziga to'la ishonadi. O'zida asl ayollik latofati mujassam ekaniga ishonch komil. Albatta, bunga shubha bo'lishi mumkin emas. Ba'zan u ich-ichidan erkak bo'lib tug'ilmaganiga afsuslanib qo'yadi. Siz undan ko'r-ko'rona muhabbatni kutmang. U xayollaringizda nimalar borligini juda yaxshi tushunadi. Balki boshqa qaysidir ayolning qulog'iga sirli tarzda shivirlashingiz mumkindir, lekin u esa sizga o'zining o'tkir nigohlarini shunday qadaydi-yu, hamma maqsadingizni bilib oladi. Bu rentgen apparatining o'zginasi. Ayol chayon yetakchi va shartaki. Shuning barobarida bahorga epkin singari nafis. Bu ayolda badaningizni jimirlatib yuboradigan alohida qobiliyat bor. O'zining sehrli 6-tuyg'usi yordamida u bo'lajak turmush o'rtog'ini bir ko'rishdayoq ajratib olishi mumkin. U erkak kishining zaif bo'lishi mumkinligini tan olmaydi. Unga o'z qadrini biladigan va dangal erkaklar yoqadi. Ayol chayon o'zi tanlagan erkak shaxsiyatga tegmagan holda uning ustidan hukmronlik qilishi lozim. U kuchli va botir, o'zgalardan ko'ra yaxshiroq ko'rinishi, teran aql sohibi bo'lishi kerak.